Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizda rinoplastik amaliyot ketmoqda. Bemorimiz Shri Lankadan kelganlar. Etnik rinoplastik amaliyoti. Savolim quyidagicha: nega ko'pchilik bemorlarda rinoplastik amaliyot qilishga muhtojlik tug'iladi? Nima sababdan rinoplastika qilishga ehtiyoji, xohish paydo bo'ladi? Atrof muhit sabab bo'ladimi yoki bemorlarning o'zidan kelib chiqqan holatda qanaqadir rinoplastika ehtiyojli bo'ladi? Qanaqa sabablarga ko'ra rinoplastika qilishga ehtiyojli kuzatiladi? Savol quyidagicha. Agar fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar, baham ko'ramiz. Mabodo rinoplastika bo'lib o'tgan bemorlar orasida nima sababdan qildirilgan? Shakli o'ziga yoqmagan sabablimi yoki atrof taglarini fikr bo'yicha yoki atrof muhit bo'yicha kelib chiqqan?